Cenab-ı Allah Mulk surasida sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi deydi. Iymon, rozi bo'lish, taslimiyatga o'xshash ma'naviy qimmatlar Hazrat Ibrohim alayhisalomdek o'tning ichida turgan vaqtda sanaladi. İnsanlar sınalgan çağda özünün iş yüzünü körüdü ve özünü tonuydu. Allah Teala bendelerini sınaşqa muhtaç emas. Çünkü o bütmez, tügümez, azali ilmi bilen yaratgan bendesinin nima qılıvatqanligini ve nima qilmoqchi bo'lganini yaxshi biladi. Undaqda Allah bunu bilip durup nimishqa bizni sınaydı. Çünkü Cenab-ı Hak bo'lgan Allah bizning oqibatimizni biladi, lekin biz bilmaymiz. Şoňa bularning hammasi bizni özümizge bildirish, tonutish uchundir. İmtihan bandalarning özünü tonishi. Qandaq bir inson ekanligini dunyoda yashab bilish uchundir. İmtihan yaxshi bilan yomonni, bug'doy bilan samanni bir-biridan ayrishdir. İmtihan Abu Bakrlar bilan Abu Jahillarning ayrilishi uchun bizga keladi. İmtihan va sinoqlar bizga ruhlar dunyosida Allohga bergan bandilik va'damizda turishimiz uchundir. İmtihan yana isyon va gunohlarimizning ko'p bo'lishiga qaramay, Rahman va Rahim bo'lgan Allohning biz qo'llariga ko'rsatgan mehribonligining, shafqatining va do'stligining ulug'ligini ko'rsatish uchun keladi. Ahmad Rufai Hazretleri nasihat qilib bundoq deydi: "Ey o'g'il, shuni bilgin. Allah dunyoni yaratdi. Uni dard, balo va yomonlikning joyi qildi. Yaxshilar bilan yomonlarni bir-biriga aralashtirib, ulardan ne'matlarni elib olib sinadi. Buning hikmati bo'lsa, kimlarning balo va musibatdimi Allohga qulluq qilishni davomlashtirganini, kimlarning faqat ne'matga erishgandila qulluq qilganligini va yoki yuz o'rib qulluq qilishdan yenib olganligini aniq o'ttirga chiqarish. İmtihan ba'zida yo'qlik bilan, ba'zida to'qlik bilan, ba'zida kasallik bilan, ba'zida sog'lomlik bilan, yana ba'zida bo'lsa jon bilan, ba'zida jonon bilan elindi. Alloh taolo Qur'oni Karimda insonlar iymon etdik deb qo'yish bilan sinalmay tark etilimiz deb o'ylamdi deydi. İmtihan va sinoqlarda hamma odamning ichi va teshi aniq o'ttirga chiqadi. Sodiqlar bilan yolg'onchilar bu vasila bilan bir-biridan ayriladi. Altun o't tanlanadi. Sodiq kishilar dard va balolarning oldida tavlanadi. Allah bandalarini sinaganda bu sinoqlarning ichiga nurg'un hikmatlarni yushirgan. Az aylima inoyatini ahli darddan, ya'ni ko'p balolarga qil mubtilo meni deb yalvurgan Fuzuliylar. Bala yağmur kabi kökten yağsa, beşini onunğa tutup duruştur aşıqlıq degan Ashraf o'g'li Rumililar. Qahring mi güzel, lutfung mi güzel degan Yunuslar mana bu hikmatdan nasibisini olgan, haqiqatning daryosiga o'zini atqan, haq ishqida ko'yganlardir. Jabrlik imtihan va sinoq kunlarida sabr, sukut va tavakkul bilan saqlash kerak. Çünkü kainatdagi hamma narsa, hamma ish bir hikmatga bog'langan asosda tajalli qiladi. Aldirang'uliq va sabrsizlik beshimizga kelgan ishlarning hikmati va haqiqatini ko'rishimizga to'salg'i bo'lib qoladi. Mavlana Jaloliddin Rumi bu vaqtda taqdiri ilohiy tufayli beshimizga kelganlardan insonlarga shikoyat qilish do'stni dushmanga shikoyat qilganga o'xshashdir degan. Gunohlarimizga kafarat bo'lgan imtihonlarimizni, ya'ni beshimizga kelgan dard alamlarni atrofimizdagi insonlarga g'aybat shikoyat qilib berish bizning eng buyuk do'stimiz bo'lgan Allohni shikoyat qilganlik bo'ladi. Har qiyinchilikda, har mushkulotda ochiqlanib o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Undaqda tavlanmay turib, qandaqmi farqirg'ili bo'lsin.
Hazreti Ayyub alayhissalom bir kuni sirtda o'z ishlari bilan halak bo'layotganda tuyuqsiz bir silkinish bilan uyi o'rilib tushdi. Hamma farzandi yiqilgan tomning ostida qilib jon berdi. Bu falokatdan faqat ayoli saq qolgan bo'lib, Ayyub payg'ambar farzand o'tida yuragi kuyib kul bo'lsa-mu, yanada sabr qiladi. İmtihan va baloy ofatlar texmi ko'payib, Ayyub alayhissalom bir kuni butun badani yara bo'lib ketgan holatda uyg'onadi. Hech qanday dori malhamlar shifo qilmasa-mu, Ayyub alayhissalom bir eg'izmi og'rinmaydi. Rivoyatlarga asoslanganda 18 yil kasal holatda yotgan Ayyub payg'ambarning badani yaradan ko'rinmas holatga kelib qolgan. Yaqinlari va ashablari Ayyub alayhissalomni bir-birlab tashlab ketgan. Ya'ni bir insonning beshiga kelgudek bütün dard alam, baloyi ofat va musibat Ayyub alayhissalomning beshiga kelgan. Ammo u burunqi sog'lom va bayoshat kunlaridagiga o'xshash Allohni zikr qilishdan birdan bo'lsa to'xtab qolmagan. Allohga bo'lgan sadoqatini va e'tiqodini qat'iy bo'shashtirmagan. Ayyub payg'ambarning yaralari shunchalik yo'g'inab, butun badaniga yeyilib ketganki, oxiri yuragiga tutashgan. Mana bu vaqtda Ayyub alayhissalom qo'llarini ichib, Rabbiga yalvardi. Ya Rabbim, sendin kelgan xotirjamlik bilan keladi. Lekin bu kasallik mening tilim va dilimga tutashdi. Buningdan keyin tilim va dilim bilan seni zikr qilolmaslikdan qo'rqaman. Ey shifo berguchi, shifo berishingga muhtojman. Janobi Alloh bandasiga mehribondir. Ayyub alayhissalomga putongni yerga ur deb vahiy keladi. Ayyub alayhissalomning putini yerga urgan yeridan nihoyat suzuk va pokiza suv chiqadi. Ayyub payg'ambar shu suv bilan yuyingandan keyin badanidagi yaralari qurib butunlay saqiydi. Putini yana bir qatim yerga urib chiqqan suvni ichgandan keyin qalbidagi dardlarimiz shifo topadi. Eg'ir bir imtihondan sabr va sadoqat bilan o'tib, dunyoga o'rnak bo'lgan Ayyub alayhissalomga butunlay saqiyib, qirolliqi, mol-mulki, o'lib ketgan farzandlarining 2 aschilik avlodlari Alloh tarafidan qaytib beriladi. Ey qarindishim, shubhisizki har bir qiyinchilik bilan birga bir osonchilik bordir deb buyurgan Rabbimizning shafqati va marhamatidan ikkilanmang. Dünya bir imtihon yeri. Biz bo'lsak imtihon berguchilarmiz. Qaqshimang. Ayyub payg'ambardek sabr va sukut bilan beshingizga kelgan bo'ron chapqondan keyingi ilohiy rahmatni kuting. Allohning salomi hammamizga bo'lsin.